Hozir mana 10 ming dollar deyaptilar. Mana shu bitta filli bola tushib qolgan. Bugun Kattaqo'rg'on Chorra bozoriga 30-noyabr hafta kuni yakshanba. Har doimgidek ukamiz trenddalar mana. Mana. Aka bo'yi necha ekan bo'yi? Bular 1.70 aka. Mana. Nech pul qiliz Muhammadjon? 84 million qilyaptilar. 84 million. Buqani ko'rsat, deydi, hozir ko'rsatamiz buqani. Ha? Ayning kuyini bir jamman. Aytayapman, molligasi kam ko'rsa bo'lmaydi. Endi siz mendan kam ko'rib demaysiz-ku. Haqqingiz bor. Faqat shuni hisobini hali aytgandim. 200 kilolik molga 20 kilo zot ko'rasiz. 500 kilolik 50 kilo zot ko'rasiz. Mayli, yo'q. Meni ham biza olib borib visiga qo'ymaymiz. O'rganamiz. Alqiysin go'sht. Maza qiladi. Assalomu alaykum. Hamma shapti. Aka. Hozir aytishdilar-da. Yo'q, ular yo'q. Nasıl? Siz mosh kichira ham qilmaymiz. Halqa maydalar sotamiz. Abi sizdan javob olsa shaxsiy beramiz. Sizdan javob yo'q. Akalar qaranglar, Kattaqo'rg'on Chorra bozorida vahima, odamlar qaranglar. Tavorina, qatirishdan keldi ataylar. Mana. Ketdi qaranglar. Vahima bo'lyaptilar. Vahima bo'lyapti. Vahima. Mana keldi. Buylari 1.70 akalar. 10 ming dollar deyaptilar. Nech pulga sotib olgan bo'laydinglar? Kommentariyaga yozinglar. Hoppa. Buqamiz ham buqa ekan lekin, Mana orqasini qaranglar. Jennifer Lopez hamsiyasimi deymi? Onasini emas. Hech kim so'ralyaptimi? Hozir 84 million qildi. 84? Ha. Nech pul qilgan? 84 million qilyaptilar. Hamma shaqqa, hamma shaqqa. Istaligi.